Tartib elingan hayot. Roman. Avtori Mustafa Abdurahim. 1-bölüm. 11 qism. İzzatxonning gaplarini anglagan Yulduz bu odamlardan qo'rqishga boshladi. Lekin qo'rqqanligini chandırib qo'ymaslik uchun zo'rg'a kulib turib, İzzatxonning qo'lini tutdi va hiylagarlik bilan Ma'qul. Bildim cho'ng ana. Yo'q. Cho'ng opa. Bilasan. Voy, mening mush og'zinizni. Bildilar demoqchidim. Kechirmaslar ha cho'ng opa. To'g'ri deylar. Eski mahallada cho'ng bo'g'inim rost. Men maktabda yaxshi o'qiyamagan. Balkim sizning prinsiplari bo'yicha tarbiya olmagan bo'lishim mumkin. Lekin meni beqib cho'ng qilgan onam menga sizli o'z farzandlarga berib baxmagan tarbiyani berib mushunchalik cho'ng qilib qatorga qo'shdi. Meni undaq deyslar parvoyim palak deyslar. Lekin Nurxon onamni yili uningga, yili buningga o'xshab haqoratlislari men ko'tiramayman. Bilala, men Mavlud apandiga, yo'q, Mavlud dadamga men degan sening qizing meni uyingga ib ket, sening qizing bo'lishga xushtorligim tutib masab ketdim deb chaplashib olibkanmidim. Falon yil ilgari av yerlardan tokkida tushgan sizning atvoliq o'g'illari Mavlud apandi oldimga kelib, "Voy qizim, sizni oxiri topdim. Men bilan o'z uyingizga keting. Opangiz Mavludadan ayrildim. Endi sizdan ayrilib qolg'im yo'q" deb yilinib, yolvorib turg'ashqa, dadamning ko'nglini rad qilolmay keldim deyslar. Uning ustiga "Mavi oltin chashli qammam. Kechiring jiyan qizim. Sizni qaytarib ketmasam, akam xapib meni kavob qilib yeyitdi" deb turg'ashqa, yana shu qoni ko'ksimni keng qilib oldilarga ketdiman. Bu mening xatoligimmi? Bilmagan yerlarim bo'lsa, sizlar cho'nglar bo'lgandikin, chiroyli "Ma'ning yo'li ma'vu, manda demaymiz, manda qilamiz" deb o'gatsanglar, men qalin opishmaydigan yer olmagandikin o'ginaman. Gap tushunaman. Ma'qul opa, ma'qul acha deb chiroyli qilib ketirgan ishdi-ku bu. Buncha chin qilib so'zlab menga ayvi qilganlarning nima foydasi bor? Ha? Navoda men uyga kirmaysizlarni men qilganlaringlarni dadamga desam, u sizlarni nima deb o'ylab qolar? Ay, Validaxon cho'ng opa, qani o'zlar deb baqsizlar? Voy bek yaxshi qilibsizlar. Men naq mushundoq bo'lishini umid qilgan demtiya. Eng yaxshisi o'zinglarni bilib juringlar. Men baribir sizning nevralari. Oy, xinim, o'zlarining jiyanlari qarsizlar. Bu haqiqat menga o'zgarmaydi. Mening mavjudligim sizlarga putlashgan bo'lsa, uning so'rqini mendan emas, balki meni tepib qo'ygan dadamda so'ranglar. Qandaq? Shundoq qilsaqku bo'ladigandu. Yulduz shu gaplarni deb bo'g'icha İzzatxonning qo'lini chang siqib tutib qo'yib etmagan edi. Atrofda qarashib turganlar bir eg'izmi gap qilmay, Yulduzning og'zig'iga qarab qolgan edi. İzzatxon qo'lini Yulduzdan ajratib olish uchun shuncha tipirlagan bo'lsa-mu, Yulduz uning qo'lini qo'yib etmay, atrofdagilarga asti qalpukini maymoqchishlab qarab turdi. Opsining bearamchilikda turayotganini ko'rgan Nazila tez qadam bilan kelib, Yulduzning qo'lidan opsining qo'lini silkib tushirdi va orqadan Yulduzning yuziga kelishtirib, orqa-orqadan ikki tastak selib etdi. "Bu tarbiyasiz lahva chiray paskina. Opamga hurmatsizlik qiladiganga sen kimding, ha? Opamning qo'lini tutadigan salohiyatni sen kim berdi? Akam qaytib kelganda sening opamga qilganlaringni birma-bir deyman. O chaqda qanday qilsankin qani? Yana o'ktamlik qilib bizga chiqargan hayvonni akamga chiqara olamsan yoki qo'yning qo'lsidek yuvashlab, bechingni toshbaqidek ichingga tiqib olamsan? Shu chaqda ko'ramiz. O chaqda bu uyda turib qolman deyishing, u yoqda tursin, akamning qizi bo'lishingmi tas? Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Qarg'ina usti beshingga. Nədimi bizning ailening qiziga o'xshasin? Kiyvagan kiyimlaring bu turqon odamning ko'nglini ilashtirdi. Nazira ochiqlab shu gaplarni qildi. Orqadan opsi İzzatxonni yo'lashtirib, hujrasiga elib chiqib ketdi. Atrofda Nazilaning eri Elshad, uning qizi Dilfar va Mavludning hozirgi ayoli Nargis Yulduzga ich og'irtgan nazarda qarashib turadi. Nazila bilan İzzatxon hujrasiga chiqib ketib bo'lgandan keyin Yulduz o'zining usti beshiga astag'ini qaradi.
Arqadan oldida o'ziga engak yo'lab qarshib turganlarga qaradi. Yulduz haqiqatan ulardan farqlanib turadi. U ko'ngli yerim bo'lgan va xijil bo'lgan holda Elshad, Nargiza, Dilfiralarning oldidan kesib o'tdi. Ondan mening hujram qaysi? Xapamayman birasinglar deb beringlar. Nargiza Yulduzning o'ng'aysiz holda qolganligini ko'rib, "Men bilan yuring" deb uni boshlabmadi. Hujurning ishga echilishi bilan tang Yulduzning bayiqi o'ng'aysizlangan kayfiyati birdilla o'zgarib, og'zi "Vah" deb yumilmay qolgan edi. Bu hujurning ishkidan kiribla o'ng tarafda kiyim ishkobi, so'l tarafda girim ustili. Udulda, ya'ni deraza tarafda Yulduzning hujursidagi karvatidan to'ti chiqadigan yo'g'on karvatdan birsi bor edi. Hujurning ichi holrangda bezalgan bo'lib, har qanday bir qizning orzusidagi Malikaning qasrdek bezalgan hujra edi. Nargiza Yulduzning karvatga o'zini tashlab, deraza oldiga berib, quyoshga qarab ko'zini ching yumushlarini ko'rib, yuziga so'z tabassum yugurdi. Va ko'nglida, "Men balkim Yulduzga yaxshi muomala qilib, uning ko'nglini utib olsam, Mavludning menga bo'lgan ko'z qarashi o'zgarib, balkim menimi yaxshi ko'rib qolar" deganlarni o'ylab, tevish chiqamay menib Yulduzning yeniga keldi. Va uningga illiq kulimsirab turib, "Yulduz, men dadangizning ayoli Nargiza. Bu hujurni yoqtirdingizmi? Dadangiz siz uchun alayda o'rinlashtirdi. Agar yoqtirmagan bo'lsangiz, boshqadan o'zgartish kirgizishga o'rinlashtirib bersam bo'ladi." Oyey, yoqtirdim. Oyey, bakli yoqtirdim. Hech nimani o'zgartgim yo'q. Mening burunqi hujramchi to'g'rining katigidimi kichikdi. Haras, savdo saroylariga berib, narsa kerak setib olgangiz bormi? Agar boshqa ishingiz bo'lmasa, ikkimiz bozorga berib, siz yoqtirgan narsalarni olaylik. O'zingizga narsa kerak setib olsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilib qoladi. Bayqi ko'ngsizlikmi shuning bilan unutilsin. Yulduz Nargizaning narsa kerak setib olgangiz bormi deganini anglab, xushallikdan ko'zlari o'ynab ketdi. Chunki u hozirgacha cho'ng savdo saroylariga berib, o'zi yoqtiradigan qimmatbaho narsalarni setib olib baxmagan edi. U hayajondan rasma deb Nargizani quchoqlab, orqadan taxlab ketdi. Nargiza ham Yulduzning chehridan xushallik siymasini ko'rib, uning uchun xush bo'lib, "Ha, rost" deb javob berdi. Yulduz Nargizaning qo'lidan yetilab mengib bo'lib, darhol to'xtadi va Nargiza acha, bo'ldilar? Dadamga deb aytib boray-a. Hozir borsammi? Asta, men batirsam, nimadan g'am qilasiz? Sizning nima demoqchi ekanligingizni tushundim. Mening pulim ham sizning pulingiz. Bunda qilsangiz, meni yot ko'ribdi deb o'ylab qolaman-jimi? Yuring. Ay, Nargiza acha, meni ajab xijil qilyaptingiz. Bilmasligingiz mumkin. Men Namrat mo'yitichon olgan qiz. Shunga yinimda bir tiyinchaqliq pul yo'q. Shuncha jopada ishlab oyligimni amdila uyga kirsam, meni hozirgacha baqqan onam bilan dadam, "Qani topgan puling? Singlinga o'qish quroli ip bagili pul yo'q." deb, men ming bir jopada ishlab topgan pulimni mendan elib olib singlimning ishlari uchun ishlatib etdi. Shunga asos jihatdan yinimda faqatla pul turmaydi. Men bak jopada cho'ng bo'lgan. Nurxon onam menga qaraganda mendan bakrak ishparni yaxshi ko'rdi. Men ozroq ishni xato qilib qo'ysam, urib, tushganlab, tillab, onamni ko'zimga ko'zdi o'tadi. Bugun oxiri Nurxon onamning xo'rliqidan qutulib erkinlik chiqdi desam, cho'ng opammi meni org'ilishni xohlamayotdi bo'lgan. Cho'ng opamning gaplarini anglab, o'zimni tutib olmay uningga qattiq tegib soldim. Meni hargiz eski qizgan deb o'ylab qolmoqchimi acha? Boydan beri sizning men qilgan muomalangizdan bu uyda dadamdan boshqa yana bir odamning meni yaxshi ko'rganligini ko'rib bekli ta'sirlandim. Rahmat sizga. Ondan xato tushunmasangiz bozorga o'zim bosam bo'lamdi. Nima ish qildingiz?
mening boy oilaning atvoli qizlardek biroz amra bo'lmasimi, o'zim yaxshi ko'rganlarimni hech kimdan so'ramay, ham xijilchilikda atib qolmay setib olsam degan umidim botdi. Agar birga boratdim desangiz, u mayli jimoatcha. Nargiza Yulduzning yig'lab turib degan so'zlaridan uningga ichi og'rib ko'z yoshi qildi va uni mehri bilan birini quchoqlab qo'ygandan keyin siz nimani xohlasangiz shu malikam deb qo'yib, inovatlik kartasini ep chiqib berdi. Kartaning shifrini yozib berib, xohlagancha narsa kerak setib olsa bo'ladiganligini deb Yulduzni uzatib qo'ydi. Yulduz eshik oldiga chiqib bo'lib, "Aras, to'xtab turing acha. Sizda naqd pul bo'lsa bera olasizmi? Menda qiraqig'idakmi pul yo'qdi. Shunga." Nargiza, "Haras, men beparvolik qilibman" deb uyga yugurib kirib, 200 yuan naqd pul ep chiqib berdi. Yulduz rahmatini aytib, taksi to'sibla udul qimmatbaholiq, dangliq markalik kiyim-kechak, girim buyum, zibu-zinnat narsalarni sotadigan savdo saroyiga qarab yo'l oldi. U qo'lidagi inovatlik kartaga qarab, ichida qancha pul bordi, nima sotib olsam bo'lar deb xiyol surib, u bormoqchi bo'lgan savdo saroyiga kelib bo'ldi. Taksidan tushib, savdo saroyiga kirguncha ballarini to'lg'ab, chashlarini heli o'ngga assa, heli so'lga etib, atrofda mengayotganlarga yana tegidan qarab, ko'zini olaytib qo'yib mandi. U oldi bilan ustiga bir necha qur kiyim setib olish uchun chet elning dangliq markalik kiyim do'koniga kirib, 4 qur kiyim setib oldi. Orqadan oyoq do'koniga kirib, kiyimlarining rangiga o'xshash qilib, 4 jup oyoq oldi. Orqadan oltin do'koniga kirib, apsi Nurxonga 20 gramlik oltin bilezikdan birini, o'ziga bir yurish oltin zibizinni setib oldi. Ondan iparga ko'chadagi yoymidan 30 yuanga qora rangli ko'ylakdan birini setib oldi. U bozor aylanib, vaqtning qandoq o'tganini sezmagan edi. U savdo saroyidan chiqqanda gugum tushayli deb qolgan bo'lib, kesh bo'lib ketibdi-ku. Voy sho'ri qurg'ur kallam degunicha, qo'lidagi xaltalarni aran tasti ko'tarib, savdo saroyining hojatxonasiga kirib, bugun setib olgan kiyimlari orasidagi o'zi eng yaxshi ko'radigan chayzi rangli ko'ylakni, putiga chayzi rangli o'shqiga keladigan pashniliq oyog'ini kiyib, oldirabqina yo'l bo'yiga chiqib, taksidan birini to'sib, udul o'zining uyiga, ya'ni Nurxonning yeniga qarab mandi. Nurxonmi shu tapda qizi Yulduzni seg'inib, "Qizim meni qachon bu nasbasqur yerdan ep keta" deb o'ltiradi. Nurxonning qizini aslab o'ltirgan shu paytda tiliki amalga oshgandek eshik oldida Yulduzning "Apa, eshikni och, men Yulduz" degan ovozi anglandi. U helila oldiga dum tushadigandak bir holda g'alvirdak tasqinib menib, eshikni ochib, qizi Yulduzni quchoqlab uyga boshladi. Va ondan "U bishin yemaydigan tuzkor qizim, onang amdi yodingga yetdimi?" "Oy, jinim opa, men ketgili bir kunmi bo'lmadi-ku texi. Hey, qara opa, sana nima keldim? Tang 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 tang." To'xta. Sen boy meni nim deb chaqirding? Opa? Yenimdan ayrılganıga bir kun bo'lmay turib shaharliklarni do'rab bo'ldingmi? Buningdan keyin meni opa emas, ona deb chaqir. Ona degan so'z chin yurakdan chiqdi. Opa degan so'z tilning uchidan chiqdi. Bildingmi? Bizmi ona deb cho'ng bo'lgan voy maraz bolam. Voyjon, tuzib gap qilsangchi ona. Tozimi bir qiziqkansan. Ona bilan opa degan ikkisi o'xshash-ku. Lekin-chi, opa deb chaqirsa boshqacha payzi anglandi ekan. Atigan Mavludning o'lgur qeri onasini voy cho'ngina deb qoptikanman, tas qoldi u jaddal qeri meni tirik yalmabli jutib atgili. Nim deydi demamsan? Meni cho'ng ana, sen deb miyashma. Meni cho, sile, o'zri, qisla, asla deb gap qil deydi. Men bundan keyin ishparning o'rnida Mavludning qizi bo'lgan ekanman. Shularning qoida usullarini o'rganib, shular nima qilsa shuni qilmasam bo'lmasmish. Sen o gapga eslamay menga bir qarg'ina? Hay, chiroyli bo'lib ketibdi-mi? Boy bo'lsang, puling bo'lsa, boshqacha bo'ladi ekan-jimi? Xohlagan narsangni ko'zingni mitmi qilmay setib olaydi ekansan. Ishpar mening chiroyli qaltimni ko'rsa, ichi echishib ketmasin deb
Ay, onunğa birini setib aldım. Voyay, o to'xoning poqi o'risqa olmasangmi bo'ladi-ku. Pul buzib nimishqimi olgansan? Bo'ldi, ip ketib o'zing keygin. Baribir keymaydi u. Bilasan-ku uningga yaxshilik yarashmaydi. Sen qoldirib ketgan kiyimlaringning birini keymidi texi u. Haras. Sen meni qachon ip ketsan? Hozir ip ketgili kelgan bo'lsang, narsa keraklarimni yig'ishtiraymi? Agar sening yiningda malla bo'ladi ekanman, Mavludning onasi bo'lamdi yoki onasining onasining onasi bo'lamdi, undaq zaharlik chayonlarni men chaylab izib, sana qarab, yuqori ovozda gap qilamas qilib etaman. Seni hech kim bo'za qilmaydi. Tez men ip ket. Amsi bu pullarimni yig'ishtirdim, ha? Voy jon, nimaga oldiraysan? O'ltira. Az qoldi ana. Bugun bo'lmasa ati bo'lmasa o'gin, men cho'qim seni yinimga qaytarib kelaman, ha? Shu chaqqicha men o uydagi o'rnimni mustahkamlab, Mavlud odamning ishonchisiga erishib olay. Bak oldirib ketib tasodifiy oshkorlanib qolsam, u chaqda o uydagilarni yana oldiyamasligim mumkin. Agar mening o'rnimda ish bor, nima dedi? Ish bor. Ish bor?